Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men doimgidek G'anishir. Bugungi videomiz Sergeli mashina bozoridan Spark narxlaridan bo'ladi. Video boshidan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni birin-ketin ko'rsatib ketaveramiz. Bilaman, hozir quyida keltiriladigan muammolardan hech bo'lmaganda ikkitasi sizda bor. Gijjalarni yo'qotuvchi katta qorni borlarga maxsus massajyor apparatlar, bo'g'im og'riqlari, revmatizm, artrit, poliartrit, osteoxondroz, bo'y pastlik, buyrak, jigar, oshqozondagi yallig'lanishlar, protein, kreatin, geyner, aminokislota kabi barcha turdagi sport ozuqalarini sof savdo onlayn magazini orqali topishingiz mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Video uzilmasdan olinadi. Hamma egalari salqin to'lishgan. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sizdanmi aka? Sizda emasmi? 2022-24 ming yurgan do'stlar. Egasi yo'q ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? YouTube'ga ko'rsatsak bo'ladimi? Narxini aytib olasizmi? 2022 9,5 rahmat. 48 ming yurgan 9,5 ming. Qimmat haqiqatda. Endi Spark sal qimmatroq yuradi o'zi. Yani o'zlari chaqiradiganlar ham bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? G'anishir Rus. Reklama qilaveramiz. Bo'ldi, tamam. Yili 18 19. 19 toza 19 yili. Aha. Metangasi. Metallar yaqinda qo'yilgan. Bo'ldi. Bitta kriloda ketmachasi. Xo'p. 19 Delfin Svet Spark avtomobili do'stlar. 4-pokoleniya metan qo'yilgan ekan, yaqinda qo'yilgan, ABS'lari bor. Bitta mana shu chap kriloda ustiga sepib qo'yilgan faqat. Mexanika. Probek qancha bo'ldi aka? 156 ming yurgan, 65 talik metan qo'yilgan. Metan qo'yilgan. Metani yaqinda. Metan 24 mi, 25 mi bu? 20 tur. 24 gaz balon. Ha, yaqinda qo'yilgan yangi metan. Buni aka endi Sparkda narxini qancha qilib berasiz? 6,5 kelishtirib beramiz. 6,5 ming. Kami bor. Kami bor. Faqat naqdmi yo, variant ham qilib beraverasizmi? Agar mabodo bank qilib Xohlovchilar bo'lsa bank qilsa bo'ladi. Bo'lmasa naqdga kelishtirib ketadi. Telefon nomeringiz 99lik 99lik 001 001 0778. 0778. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaraverasizlar bemalol. Bitta shumi aka sizda? Bunisi kimdan ekan bilasizmi? Egasi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. YouTube'ga ko'rsatsak bo'ladimi? Ha? YouTube'ga video. Не надо. Narxini ayta olmaysizmi? Не надо, aka. Ne надо? Все. Narxini ham aytmas ekan, menimcha tushunmadi narxini aytmaysizmi deganini. Assalomu alaykum aka, zo'rmisiz? YouTube'ga ko'rsatsak bo'ladimi? Yili bilan narxini ayta olmaysizmi? 5800, rahmat. 2016 5800 metallari bor. Spark ham o'zi Spark Nexia 3 bozorda kamroq do'stlar. Kamroq, shuni ham ko'pchilik egalari tushirtirmaydi, kerak emas bunaqa deb. Sababli ko'proq video olishda imkoni ham bo'lmayapti do'stlar. Xo'p, yana bironta topsak ko'rsatib o'tamiz. Spark kimdan ekan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. YouTube'ga ko'rsatsa bo'ladimi? Aka zo'rmisiz? YouTube'ga ko'rsatsa bo'ladimi aka? Bo'ladimi? 2015. Metallari bor. Ko'rib turibsizlar. Yaxshi turibdi. Mashinaning orqadan ko'rinishlari 65 talik metallar qo'yilgan, balonlar yaxshi holatda. Narxi 6 ming, kami bor ekan. Kraska bormi yo'qmi? Ikkita eshikida bor.
Beshlik bor. 141 ming yurgan 90 115 55 51. Telefon nomerlari yozilgan. O'sha ikkita eshigida bor ekan. Kriloda 3 ta detalda bor deyishdi. Nomerlarini ko'rsatib o'tdim. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib savdolashib aloqaga chiqaraveringlar.